Dasturimiz davom etadi. Mamlakatimizda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish, xufiyona aylanmalarning oldini olish, qonuniy faoliyat, xotirjamlik asosi tamoyiliga ko'ra tadbirkorlar o'rtasida keng targ'ibot ishlarini amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Targ'ibot tadbirlari qanchalik natija berayapti? Navbatdagi lavhada o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Qayd etish joiz, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida belgilangan tamoyillarga amal qilish, qonunchilikda belgilangan mezonlar asosida qonuniy faoliyat yuritish dolzarb ahamiyatga ega. Boisi iste'molchilarning qonuniy huquqlarini ustuvor bilgan holda sifatli va qonuniy xizmat ko'rsatish tadbirkorlikning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish borasida Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Navoiy shahar bo'limi, shahar soliq inspeksiyasi hamda mahalla yettiligi va biriktirilgan mas'ullar bilan shahar hududidagi xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida tashkil etilayotgan targ'ibot tadbirlari maqsadi ham ana shu jihatlarni qamrab olmoqda. Bunda tadbirkorlarning qonuniy faoliyat yuritishi, norasmiy bandligi ta'minlangan xodimlarning mehnat bilan bandligini qonuniylashtirish, onlayn nazorat kassa mashinalaridan to'laqonli foydalanish, tovar va xizmatlar kirim-chiqimi hujjatlari, elektron hisobvaraq fakturalarini o'z vaqtida rasmiylashtirish borasida targ'ibot tushuntirish ishlari olib borildi. 2025-yil yanvar oyi bo'yicha yashirin ish o'rinlarini legallashtirish yuzasidan 752 ta reja grafik berilgan bo'lib, o'rganishlar natijasida ushbu ko'rsatkich 773 tani, ya'ni 208% ni tashkil etdi. Reja asosida tumanlar kesimida hamda korxonalarda faoliyati yuzasidan tarmoqlar kesimida korxonabay ishlagan holda o'rganishlar olib borilmoqda. Maqsad yashirin ish o'rinlarini legallashtirish. Targ'ibot tadbirlari doirasida tadbirkorlik subyektlarining faoliyati davomida duch kelgan muammolarini bartaraf etishga ham ko'maklashilib, mutaxassislar tomonidan zarur tushuntirishlar berildi.